Assalomu alaykum. Bugungi videomizda dunyodagi eng ko'p ishlatiladigan operatsion sistema, ya'ni Linux haqida, nega xakerlar bu operatsion sistemani ishlatish haqida gaplashib, uni qanday o'rnatish mumkinligini ko'rib chiqamiz. Unda boshladik. O'zi operatsion sistema nima? Operatsion sistema bu kompyuteringizni texnik va dasturiy resurslarini boshqaradi. Ya'ni xotira, hozirgi kunda oldingi teng RAM, GPU, CPUlardan boshlab siz ishlatadigan Steam, Chrome, Telegram kabi dasturlarni munozarasiz kelishib ishlashi uchun mas'ul. Hamma biladigan Android, Windows, iOS, macOS ham operatsion sistema hisoblanadi. Qiziq fakt, Android ham Linux ustiga qurilgan operatsion sistema hisoblanadi. Linus Torvalds tomonidan yaratilgan Linux operatsion sistemasi qanday qilib dunyodagi eng ko'p ishlatiladigan operatsion sistemaga aylandi? Buni bir qancha sabablar bor. Birinchidan, u boshqa mashhur operatsion sistemalardan farqliroq bepul. Ikkinchidan, open source, ya'ni Linux kodlarini bemalol GitHub saytida ko'rishingiz mumkin. Bu esa bu operatsion sistemani qo'rqmasdan ishlatishingizga yo'l ochadi. Chunki hech kim siz haqingizda ma'lumot yig'ib, uni pullay olmaydi. Lekin agar xohlasa, bu GitHubdagi kodda ochiq-oydin ko'rinib qoladi. Sizda savol tug'ilishi mumkin: qanday qilib bu operatsion sistema dunyodagi eng ko'p ishlatiladigan bo'lishi mumkin? To'g'ri, Linux odatiy kompyuter foydalanuvchilari orasida mashhur emas, lekin uni dunyo bo'ylab 90-96% serverlar, superkompyuterlar, kolonkalar, pultlar, kamera, router, smart TV, mikrovolnovka kir yuvish mashinalari va shunga o'xshagan barcha texnologiyalar bu operatsion sistemani ishlatadi. Ko'p xakerlar bu operatsion sistemani tanlashiga nima sabab bo'ldi desangiz, boya aytganimizdek, Linux foydalanuvchilari haqida ko'p ma'lumot yig'masligini hisobga olsak va xakerlar uchun kerak bo'ladigan hacking tool'larni barchasi Linux uchun ishlab chiqarilganini inobatga olsak, xakerlar nega bu OSni tanlaganini ayon bo'ladi. Linuxni o'rnatishingizdan avval bu operatsion sistemani kamchiliklarini ham ko'rib chiqishimiz kerak. Chunki hamma mana shu kamchiliklarni deb haligacha yovuz Windowsni ishlatishga majbur. Menimcha, Linuxning eng katta kamchiligi bu dasturiy bilimga ega bo'lmagan odam uchun uni ishlatish qiyinligi. Masalan, yovuz Windowsda Telegramni tortish uchun shunchaki Google'ga install Telegram deb yozsangiz, birinchi chiqqan saytga kirib, ko'zingizga ko'ringan eng katta knopkani bosishingiz kifoya. Linuxda esa terminalni ochib, u yerga ko'z ko'rib, quloq eshitmagan kodlarni yozishingiz kerak. Shunda ham bu yo'l ishlashiga hech kim garantiya bermaydi. Ikkinchi kamchiligi, siz ishlatib yurgan programmalarni Linux qo'llab-quvvatlamasligi mumkin. Masalan, Adobe kompaniyasiga tegishli programmalar Linuxda ishlamaydi. Yoshlar uchun yomon xabar, onlayn o'yinlarni ham Linuxda o'ynolmaysiz. Oxirgi yillarda Valve'ning harakatlari bilan ko'p kompyuter o'yinlar Proton orqali Linuxda o'ynasa bo'ladigan darajaga yetib keldi, lekin Fortnite, PUBG, Valorant, Battlefield kabi multiplayer o'yinlar anti-cheat sababli Linuxni qo'llamaydi. Xo'sh, agar bu kamchiliklarga rozi bo'lsangiz, Linuxni o'rnatishni boshlaymiz. Buning juda ko'p yo'llari bor, lekin hozircha virtual mashina orqali o'rnatishni ko'rib chiqamiz. Windowsdan kechmagan holda Linuxga ko'zingiz o'rganishi uchun bu eng qulay yo'l hisoblanadi. Bu operatsion sistemani o'rnatishdan avval distributiv, qisqa qilib distro tanlashingiz kerak bo'ladi. Bu juda katta mavzulik uchun alohida video chiqarishim kerak. Hozircha men tanlagan distro Fedora'ni o'rnatishni ko'rib chiqamiz. Birinchi bo'lib VirtualBox'ni yuklaymiz. VirtualBox bu kompyuteringizda yana kichkina alohida kompyuter ochadi. Siz uning ichida xohlagan operatsion sistemani o'rnatishingiz bo'ladi. Buning uchun search engine'ga VirtualBox deb yozamiz. Oracle veb-saytiga kirib, download knopkasini bosamiz va Windows uchun yozilgan VirtualBox'ni tortamiz. VirtualBox'ni o'rnatish uchun esa mana shu qadamlarni qilish kerak. Next tugmasi, accept, next.
Endi esa Fedora'ni qidiramiz. Fedora Linux saytiga kirib, hozirgi kunda oxirgi reliz bo'lgan, ya'ni 43-versiyasini tortishimiz kerak. Bizda ikkita tanlov bor: Fedora Workstation va Fedora KDE Plasma Desktop. Hozircha Fedora Workstation'ni tortib turamiz. 3 xil tortish usulini ko'rishingiz mumkin. Biz birinchisini tanlaymiz. VirtualBox'ni ocha olamiz. New knopkasini bosib, virtual machine uchun ism qo'yamiz. ISO image degan joydan biz tortgan Fedora faylini tanlaymiz. Next knopkasini bosamiz. Bu yerda esa virtual machine uchun ajratiladigan tezkor xotira, CPU va doimiy xotiralarni tanlashimiz mumkin. 4 GB tezkor xotira Linux uchun yetarli. Number of CPUni 4 ga qo'yaman. 20 GB doimiy xotira ham yetib ortadi. Mana yaratilgan virtual mashinani ko'rishimiz mumkin. Start knopkasini bosib, bemalol bu operatsion sistemadan foydalanishimiz mumkin. Mana shu bilan Linux operatsion sistemasini Fedora distributivini o'rnatib oldik. Bundan keyingi videolarda nima haqida video chiqarishimni kommentariyalarda yozib qoldiring.